Bu preparatlarni hammangiz farzandlaringizga ishlatib, ma'lumotga egasiz. Bepanthen mazi terimizni kuygan holatida, ajob olgan holatida ishlatiladi va terini chuqur namlantirish uchun ishlatiladi. Terini ajinlar tushib ketishini oldini olish yoki ajinlarning chuqur sinishini oldini olish uchun ham ishlatiladi. Bu mayz faqatgina haftada bir marta terini anatomiyasiga qarab yoki 2 haftada bir marta ishlatishni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki terini nafas oldirmay qo'yadi. Siz foydadan ko'ra ziyonga kirib ketishingiz ehtimoli bor. Bepanthen kremi haqida ma'lumot olamiz. Kremimiz bizning yuzimizni ajinlar tushishini oldini oladi. Terining baryerini to'g'irlaydi, yuzni nafas oldiradi. Chuqur namligini ham oshirib berishga ishlab beradi. Lekin bu preparatni haftada bir marta, bunda ham anatomiyamizdan kelib chiqib ishlatishni tavsiya qilgan bo'lardim. Har kuni ishlatib bo'lmaydi. Bepanthen mayza va kremini har kuni ishlatishni tavsiya bermagan bo'lardim. Ularni haftada yoki 2 haftada bir marta profilaktika muolajasi sifatida ishlatishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Bepanthen mayza va kremini yuzlariga ishlatgan go'zallarim bor bo'lsa, kommentariyada natijasini yozib keting.